Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Tanidingizmi meni? Ha, tanidim aka. Kimman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshi. Gap yo'q. Bezovta qilmadikmi? Yo'q aka. Qayerdan bo'lasiz? Qashqadaryodan Yakkabog'dan. Qashqadaryo qayerdan? Yakkabog'dan. Qashqadaryo Yakkabog'. Hozir qayerdasiz? Moskvadaman. Moskvada nima ish qilasiz sir bo'lmasa? Kafeda posada yo'qman. Gap yo'q, mayli. Xo'sh, bizning kanalimizdan 500 rubllik o'yinimizdan nechta bilet olgan edingiz? 500 so'mlik boshida ikkita bilet olgan edim. Keyin 1000 rubl edi, keyin 500 rubl qildilaringiz. Keyin ikkita bilet qo'shib berdilar, 4 ta bo'ldi. Nechinchi raqamlar? Hozir. Varaqqa yozib olgandim. Mayli, ko'rib ayting. Birinchi biletim 3018. Aha. Ikkinchisi 4106. Aha. Uchinchisi 4080. Aha. İkincisi 2948. Ikkinchisi 4-tinchisi bo'ladi. Ikkinchi qo'shib berganning ikkinchisida keyin ikkita qo'shib berilganda. Shunday. Xo'sh, o'yinni kuzatib turuvdingizmi, yo'qmi? Yo'q, Maksim yaxshi ishlamaganga Xudoga tavakkal qilib qo'ygandim. Telefon qilishadi degandim-da, lekin aynan kutmagan edim. Kutmagansiz. Tabriklaymiz, sizga $250 pul chiqdi. Rahmat. Xursandmisiz? Ha, xursandman. Kutmagan edim. Nechinchi marta o'ynashingiz? Ikkinchi marta o'ynashim. Bir yil oldindan bir marta o'ynaganimda o'zini pul yutuq chiqqandi. Keyin o'ynamay qo'ygan edim. Arada telefonim almashib, telefonim ishlamay, sizlarning kanallaringiz topilmay qo'ygan edim. Keyin yangi telefon olib almashtirganimdan keyin yana o'ynashni boshlagandim. O'zini puli chiqqan shu bir marta o'ynagansiz, o'shanda ham o'zini puli chiqqanday qoplama ekan deb o'ynamay qo'ygansiz-da. Yo'q, telefon almashib qoldi-da, bir aka, keyin telefonda sizlar kanallaringiz topilmadim, keyin soxta kanallarga aralashib qolmay deb o'ynamagan edim, keyin yangi telefon olib, ana qildim, yangi telefon va endi mana yangi yutuq o'toldik-da. Gap yo'q, omadli inson ekansiz. Birinchi martada ham yutgansiz, mana ikkinchi martada ham yana $250 yutyapsiz. Rozimisiz? Roziman. Ko'proq yutganingizda nima qilardingiz? Nima olgan bo'lardingiz? Masalan, $500 yutgan bo'lsangiz yoki undan ham ko'proq. Endi bilmadim. Oilaga uy-joy deganday. Uy-joy qilaman deb kelganmisiz yo uyingiz bor, remont qilmoqchimisiz yoki uy olaman? Uy-joy qilaman deb kelganman. Uy-joy qilaman. Tabriklayman, $5000 muborak bo'lsin. Kutmagan edim. $5000 bu hazil emas. Birinchisi hazil edi, mana bu $5000. Rostdan ham siz yutdingiz, rostdan ham omadli inson ekansiz. Mana o'sha ikkinchi marta o'ynashingizda ham ikkinchi martaga ham yutdingiz. Birinchi marta ham yutgan ekansiz, mana ikkinchi marta o'ynayapsiz, yana yutdingiz. Omadli inson ekansiz, gap yo'q. Shu sizni $5000 yutishingizga o'z hissasini qo'shgan, o'zingizga o'xshagan musofir aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, shularga rahmatingiz, tilaklaringiz bo'lsa, o'yin haqida fikringiz bo'lsa, eshitib turishibdi sizni pramo efirda. Ayting, opa. Hammaga rahmat aytaman. Hamma bergan pulga rozi bo'lsin.
Agar o'tmagan taqdirimda ham xudo yo'liga qilib men ham roziman. Bitta oilani baxtli qilganimdan xursandman deb ketgan bo'lardim. Hammaga rahmat. Bergan puliga hamma rozi bo'lsin. Gap yo'q. Xudo xolasa pullarni yaxshi kunlarga ishlating, yaxshi uy-joylar qilib, o'sha uyda to'ylar qiling, shu musofirlarni duo qilib yashang. Har doim o'sha uylaringizga kirgan vaqtingiz, borgan vaqtingiz, har doim shu musofirlarni duo qiling. Xudo xolasa bular ham shunday yutuqlar yutish nasib qilsin. Rahmat. Katta kosaga. Mayli opajon, Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Faqatgina mashinniklarga aldanib qolmang. Bilasiz, bizda hech qanday to'lov yo'q. Kimdir adminiman, Islom Power'ni yordamchisiman, 20 ming tashlang, 30 ming tashlang desa, hech qanday pul tashlamang. Bilasiz, bizda hech qanday to'lov yo'q. O'zimiz aloqaga chiqamiz sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.